Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisizlar? Bugun 5-iyun bizda qulpinoylarimiz terim Cabrillo. Azizlar 5-iyundagi holati ko'ringlar, ezilmaydi, juda ham qattiq. Kimdir misol ishonmasligi mumkin, bugun mana yangi uzilyapti. To'g'ri, bu yangi boshladi. Sababi mana g'o'ralari turibdi. Mana dams pulni o'tdan bir tozalaganmiz azizlar. O'tdan tozalagan holatimizdan keyin baribir chiqyapti. Chunki bu yerimiz 2-yil. Kimdirki 2-yildan hosil bo'lmaydi deydi. Yo'q, azizlar, adashishlardi. Birarga qulpinoychilar buzib yuboradi-da joyini tezda. Yo'q, mana azizlar ko'ringlar. To'g'ri, shu aybi o't bosgan, lekin juda ham chiroyli holatda kelyapti. Qulpinoylarimiz azizlar mana. Pishib kelmoqda azizlar. Shamol bo'layotdi, ochaysan mana ochilib ketib qoldi. Lekin odamni ko'zini quvnatadi. Mana azizlar. 5-iyundagi holati. Mana katta-kattalarni bizda yovvoyi dala tovuq bor, cho'qib ketgan. Kunurmagan mana. Mashalloh. Mana mo'lar ham pishib keladi mana shunaqa azizlar. Ko'ringlar. Mana gullarni qaranglar azizlar. O'shuning uchun Cabrillodan ko'paytiraman deganman-da. Mana bitta yozda issig'i saraton kirgan azizlar mana. Mana azizlar. Yana bir o'taq qilamiz. Mana yana buncha chiqaryapti. Mana buncha bo'ladi. Mana. Prosta ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Videoyim yaxshi chiqmayotgan bo'lishi mumkin azizlar. Mana azizlar, ko'ringlar. Mana pishib kelmoqda mana. Mana yana gul azizlar. Bu yana mana pastdan yana gul chiqaryapti. Deyam zo'r, alhamdulillah. Yomon emas.